2026 yilgi Chevrolet Spark shaharda yashovchilar uchun mo'ljallangan ixcham va tejamkor avtomobil sifatida yangidan taqdim etildi. Yangi model o'zining zamonaviy dizayni, qulay saloni va yangilangan texnologiyalari bilan xaridorlarni o'ziga jalb qiladi. Tashqi ko'rinishda Spark yanada dinamik chiziqlar, LED old va orqa chiroqlar hamda aerodinamik shakllar bilan jihozlangan. Kichik o'lchamlarga qaramay, mashina juda chiroyli va zamonaviy ko'rinishga ega. Salon qismida esa kengroq joy va ergonomik dizayn e'tiborga loyiq. Multimedia tizimi sensorli ekran bilan jihozlangan bo'lib, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, qo'shimcha USB-portlar va Bluetooth orqali ulanish imkoniyatlari ham mavjud. O'rindiqlar yumshoq materiallardan tayyorlangan bo'lib, uzoq masofalarda ham haydovchi va yo'lovchilarga qulaylik yaratadi. Texnik jihatdan 2026 Spark 1.2 litrli benzin dvigateli bilan taqdim etiladi. U shahar sharoitida yuqori darajada yoqilg'i tejamkorligini ta'minlaydi. Avtomobil mexanik va avtomat uzatmalar qutisi bilan sotuvga chiqariladi. Shuningdek, haydashni osonlashtirish uchun elektron barqarorlik tizimi, tormozda yordamchi tizim va oldingi xavfsizlik yostiqchalari mavjud. Xavfsizlik bo'yicha ham Spark o'z sinfidagi eng yaxshi imkoniyatlarni taqdim etadi. Old va yon xavfsizlik yostiqchalari, ABS tizimi, parkovka sensori hamda orqa kamera kabi funksiyalar avtomobilni yanada ishonchli qiladi. Narx masalasiga kelganda, Chevrolet Spark 2026 O'zbekiston bozorida hamyonbop narxda taqdim etilishi kutilmoqda. U ayniqsa yoshlar, talabalar va shahar ichida tez-tez harakatlanadigan haydovchilar uchun juda mos variant hisoblanadi. Umuman olganda, 2026 yilgi Chevrolet Spark ixcham o'lcham, qulaylik, zamonaviy texnologiyalar va tejamkorlikni o'zida mujassam etgan avtomobil bo'lib, shahar hayoti uchun eng yaxshi tanlovlardan biri bo'lib qolmoqda.